Fitr sadaqasini kimlar berishi kerak? Fitr sadaqasi moliyaviy ibodat. Masalan, zakot mol hisobidan berilsa, fitr sadaqasi jon hisobidan, shaxs hisobidan beriladi. Shuning uchun fitr sadaqasida zakotning nisobida topilishi lozim bo'lgan barcha shartlarni topilishi shart qilinmagan, lozim qilinmagan. Kishi hur bo'lib, o'sha musulmon kishi nisobga yetgulik bo'lgan miqdordagi molga ega bo'lsa, lekin nisobi zakotnikidan farq qiladi deyapmiz, o'lchovlarida. Ya'ni nimalarni hisoblashlikda farq qiladi. O'shancha molga ega bo'lgan kishiga fitr sadaqa berishlik vojib bo'ladi. Shu bilan birga u kishi o'zini qaramog'idagi balog'atga yetmagan yosh bolalarga ham berish vojib bo'ladi. Ammo balog'atga yetgan, masalan, kambag'al farzandi bo'lsa yoki ayoli bo'lsa, ayoliga yo katta farzandlarga berish vojib emas, lekin ularga ham bersa, ularni iznsiz bergan taqdirda ham ularga ham ado topadi, o'tadi. Fitr sadaqasini berish vaqti hayit kuni tong otganda keyin beriladi dedik-ku. Demak, o'shangacha tug'ilgan farzandga beriladi. O'sha paytda tug'ilsa ham beriladi. Undan keyin tug'ilganlarga berilmaydi, ya'ni homilaga ham berilmaydi. Ya'ni qorindagi homilaga fitr sadaqasi berilmaydi. Shu bilan birga hayit kunigacha bo'lgan muddatda vafot etgan kishining nomidan ham fitr sadaqasi berilmaydi.